Assalomu alaykum. Xorazmli YouTube kanalimizda obunachilar, aziz do'stlar. Urganch shahrining Qoq markazida turibmiz. Markazdan bizlarga uy kerakdan yurtdoshlarimiz uchun ajoyib taklifimiz chiqdi. 3 xonali kvartiramiz 74 metr kvadratdagi. Endi remont qilish kerak. Endi ko'raverasizlar, xudo xolasa, hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Bu yon tarafda aziz do'stlar, urologiya, ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Urologiya, bu yon tarafdan ketadigan bo'lsangizlar, park bo'ladi. Rayhon bozor, ishqilib stadion ham yaqin, lokatsiyasini umuman gap yo'q aziz do'stlar. 4 etajli domni 4-etajida xudo xolasa sotib chiqqan uyimiz bor. Ichki qismidan sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ma'qul bo'lsa olaverasizlar. Naqd pul asosida agarda endi kredit ham olamiz biz desangizlar, telefonlasangizlar xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni beramiz. Agarda sizlar ham shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan, bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Aziz do'stlar, bizlar ham shu Ramazon oyi munosabati bilan 50% skidka qo'ydik reklamalar uchun. Agarda yo'q, reklama qilmayman, Maklisga sotib ber desangizlar ham muammosi yo'q. Savdo ofisimiz ochildi. Xudo xolasa kvartiralarni sotib turibmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar, ofisimizga kelasizlar, ro'yxatdan o'tib ketasizlar, uyingizni tezroq sotishga yordam beramiz. Asa ekrandagi nomerlar bilan bog'lanasizlar. Asa uyning ichki qismidan sizlarga tanishtirib qolamiz. Yetdik. Aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, biz esa sizlarga 3 xonali kvartiramizni ko'rsatib tanishtirib chiqamiz. 4 etajli domni 4-etajda joylashgan. Aziz do'stlar, birinchi planirovkasini tushuntiramiz. Hammaga planirovkasi kerak. Bu yerda bir spalnimiz bor, bu yerda bir zalimiz bor. Yon tarafimizda do'rimizda bir kichkina, xudo xolasa, deski bor. Sanuzel hojatxonasi, ya'ni yuvinishxonasi, hojatxonasi alohida, bu turgan yeri, kuxnyasi, balkonlari bor. Birinchi chetdan tanishtiramiz. Общий metr kvadrati 74 metr kvadrat deb aytdi. Tak, bir katta zal ishini. Qarang, kamida shu 6 metrlara bir 4 metr bor berni. Kattaligi dum katta. Aziz do'stlar, faqat uyni o'zi sotiladi. Boshqa hamma o'zlari akitiladi ekan. Balkon aziz do'stlar, bir o'zi 2 metr 6 metrli balkon bo'lgan, lekin buni egasi bu yerni beklab, shuning zola qo'shib bergan ekanlar. Endi ko'rasizlar, to'g'ri kelsa shudir shundan yashayverasizlar, yo'q desangizlar, xudo xolasa bemalol remont etib geri yashayverasizlar. Tak, asoslari bergi xonalardan birinchidan ko'rsatamiz. Pastlarimiz parket pol aziz do'stlar. Laminat emas, parket poldan ekan. Biri zo'r. Bu yon tarafimizda yana bir kattalarni spalnisi aziz do'stlar ber. Sababi kattaroq spalni ekan, detskiy emas. Bemalol xudo xolasa yashasangiz da bo'ladi. Endi baribir remont etib giraverasizlar. O'zlaringiz o'ng'ayizda qaraverasizlar. Bir ishining ajoyib xonalari bor. Oynalari plastik ramladan, turbalar, cho'gunning batareyalar o'tgan ekan. Aytib o'talik ular ham. Pastlarimiz 100% amber parket pol. Tak, keyin bu yon tarafini tanishtiramiz. Bu yerda ishining deski xona, oynasini ko'rib turibsizlar, katta panoramli oynalar tushgan, podokonnoklar qo'yilgan, cho'gunning batareyalar o'tgan, otopleniyasi bor. Ko'rib turganlaringizdek, pastlarimiz ham yerlari parket pol. Eshiklar shunday avvalgi qadimgi eshiklarda bu o'zlari menimcha yetishi kerak bo'lar. Tak. Endi bu yon tarafini tanishtirib o'tamiz. Bu yerda hojatxonasi. Aristollari bor ekan, o'zini turbalar tozaldan tashalgan, kanalizatsiya ham o'zlari o'tib turibdi. Bu yerda yuvinishxonasi. Ko'rib turganlaringizdek, yuvinishxonasi ham katta, ajoyib kafellar. Avvalgi kafellardan suv, gaz, svetlardan muammo yo'q. Duh konturli kotel bor ekan bu yerda do'stlar. Duh kontur kotel orqali uyingiz issiqqina bo'lib turadi ekan. Bir zo'r gap. Tak, endi asosiysi bu yon tarafga o'tamiz, ya'ni ko'rib turganlaringizdek o'zi kuxnya bo'lgan, o'zini planirovkasi bo'yicha evlar beklanib, перегородкалari beklanib bir kuxnya bo'lgan, lekin ochib qo'yibdilar. Bu yerda ustalik ko'rsalarni qo'yasizlardan bemalol evlar televizorlarni ko'rib o'tirsangizlar bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek Shivaki firmasidan xolodilnik endi bu ketadi. Endi kelishsangizlar balkim qolishi mumkin, shuning uchun ko'rasizlar. Bu yerda yana kuxnyasini ham ko'rib tursizlar. Mebel ham o'zlari tayyor ekan. Bu qoladi dedi. Buni bu yon tarafdagi do'stlar kuxnyani yana bitta, bu yon tarafda yana bir kichkina skladchasam bor ekan yana. Polni banka va o'zlaringizni qo'yaverasizlar. Uyani ol kerak, baribir skladdan xona kerak. Ishida polni o'zlaringiz sig'adi. Ya'ni pilisos bo'lami, boshqa bo'lar ham o'zlaringiz ishida qo'yib qo'yasizlar. Bu yerda yana umonlik, suv, gaz, svetlardan muammo yo'q aziz do'stlar. Narxini kelsak aziz do'stlar, narxi
egasi 450 million dedi. Endi biza kelishtirib, savdolashib 430 millionga kelishdik. Ana undan ham agar pullar naqd bo'lsa dedim, kelishtirib beringlar deb egasi bilan gaplashdik. To'g'ri kelsa, xudo xolasa ana savdolashib olaverasizlar. Ekranda bizning nomerlarimiz turadi. Agar sizlar shunday 6-mikrorayon, ya'ni urologiyaning arkasidan joy qidirib yurgan bo'lsangizlar, ajoyib taklifimiz bor. Bemalol telefonlashib kelaverasizlar. Xudo xolasa, ajoyib fayzli uylarimizdan birisi. Aslan odimiz eng birinchi lokatsiyasini e'tibor berasizlar. Uy joyining narxlari обязательно lokatsiyasiga bog'liq bo'ladi. To'g'ri, etajiga bog'liq, lokatsiyasiga bog'liq, remontiga bog'liq, lekin ko'pincha asosiysi lokatsiyasi. Sababi marshrutkalar, maktab, bog'cha hamma o'zlari bir yerda joylashgan, bozor ham yaqin bo'lsa, narxi qimmatlashaveradi. Sog' bo'linglar, bu videorolikimizni 3 xonali kvartira qidirib yurgan yurtdoshlarimizga yo'yib qo'yasizlar.